3D modelda proyektini ham qilib beramiz va narxlarini chiqarib beramiz. Siz yangi oziq-ovqat do'koni ochyapsiz yoki apteka ochyapsiz yoki kitob do'koni ochayotgan bo'lishingiz mumkin va sizga stelaj kerak. Biz o'zimizda stelajlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bo'ylari 2x10 bo'ladi. Agar sizga mana ограждениялari kerak bo'lsa, ограждениялari bilan, tsenniklari bilan qilib beramiz. Agar sizga bular kerak emas bo'lsa, bundan tashqari alohida hisoblab beramiz va bu polkalarimizni uzunligi pastkilari 50 santimetrdan bo'ladi bu yergacha va bu yog'i 30-40 santimetrdan bo'ladi. Agar sizga uzunroq kerak bo'ladigan bo'lsa yoki polkani o'zini qisqartirish kerak bo'ladigan bo'lsa, unaqa qilib ham hisoblab beraveramiz va bizda ishlab chiqarish sizga qanaqa kerak bo'lsa, razmerlarini ham to'g'rilab chiqarib beramiz. Va undan tashqari bu 2x10 razmerli stelajlarimiz kelaveramiz bu yoqqa va bu yerda ko'rib turganlaringdek meva qo'ygani ham stelajlarimiz bor. Agar bunaqa kerak bo'lsa ham bularni ham yetkazib beramiz. Bu yerda ko'rib turganlaring meni bo'yim o'zi 1.70. Agar buni razmeri 1.75 stelajimiz. Polkalar soni 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'ladi va buni xohlasanglar buni olib tashlasalar ham bo'ladi, buni pasaytirsalaring yoki orasini keng qilib ochsalaring bo'ladi, uni ham oson to'g'rilasa bo'ladi. 4 ta polkali qilib ham zakaz qilsalaring bo'ladi. Xohlasalaring 3 ta polkali qilib. Agar yana polka qo'shish kerak bo'lsa, qo'shimcha polka ham qo'shib berish imkoniyatimiz bor. Undan tashqari yana kichikroq bor. Buni bo'yi 1.45 santimetr bo'ladi. Bunda polkalar soni 4 ta bo'ladi. Yana non qo'ygani ham stelajlarimiz bor. Non qo'ygani stelajlar kerak bo'lsa, ularni ham tayyorlab beramiz. Undan tashqari aytaylik pechenye, qand qurs yokida quruq mevalar qo'ygani ham stelajlarimiz bor. Agar shunaqa sizlarga xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Rangini ham o'zgartirib beramiz. O'lchamlari bo'lsa, o'lchamlari siz do'koningizni razmerini aytadigan bo'lsalaring, razmerini ko'rib turib, rasm tashlasalaring, 3D modelda proyektini ham qilib beramiz va narxlarini chiqarib beramiz. Narx haqida hozir hammasi haqida ma'lumot aytib o'tmadim, sababi kimgadir tsennik ligi kerak bo'ladi, narx joylashtiradigan kerak bo'lmaydi yoki огражденияsi kimgadir kerak yoki kerak emas. Razmerlari har xil bo'lgani uchun hammasini narxini alohida to'xtalib o'tmadim. Sizlarga o'zlaringga kerak bo'lgan razmerlarni aytsalaring, o'zlaringga chiroyli qilib, proyektlaringga to'g'ri keladigan qilib hisoblab chiroyli qilib beramiz. Aloqaga chiqishlaring mumkin, pastda nomerlar bor. Kutib qolamiz sizlarni.